Do'zax Alloh taolo kofir, munofiq va osiylar uchun tayyorlab qo'ygan va ularga azob, uqubatlar beriladigan makondir. U ham jannat kabi xalq qilingan, uning azob uqubatlari jism va ruhga oid hamda abadiy boqiy qoluvchi narsadir. Do'zaxning maxluq ekaniga Qur'ondan dalil. Alloh taolo Naba surasida quyidagilarni aytgan: "Inna jahannama kanat mirsada lit-tag'ina ma'aba." Albatta jahannam poylab turuvchidir, tug'yonga ketganlarning qaytar joyidir. Biz poylab turuvchi deb tarjima qilgan ibora dushmanni poylab turishga ishlatiladigan iboradir. Yo'lda, pana joyda kelsa tappa bosaman deb dushmanni kutib turish mirsod deyiladi. Jahannam ham hozir mavjud, xalq qilingan va tug'yonga ketgan bandalarni qachon qiyomat bo'lsa tappa bosaman deb kutib turgan bo'ladi. Qiyomatda esa vaqti kelishi bilan ularni tappa bosadi. Do'zaxning maxluq ekaniga sunnatdan dalil. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mening jonim qo'lida bo'lgan zot bilan qasamki, agar men ko'rgan narsani ko'rsangiz, albatta oz kular va ko'p yig'lar edingiz dedilar. Odamlar: "Ey Allohning rasuli, nimani ko'rdingiz?" deyishdi. U zot sollallohu alayhi va sallam jannatni va do'zaxni ko'rdim dedilar. Muslim Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Alloh taolo jannatni va do'zaxni yaratgan paytida Jabroilni jannatga yubordi deb turib, hadis oxirida so'ng uni do'zaxga yubordi. Bor, unga nazar sol. Uning ahli uchun tayyorlab qo'ygan narsalarimizga nazar sol dedi. Bas nazar soluvdi. Qarasa uning ba'zisining ustiga chiqayotgan ekan deganlar. Do'zaxning azob uqubatlari ham jasad va ham ruh uchun atalgandir. Ba'zi bir toifalar aytganidek faqat ruh uchungina emas. Bu haqiqatni anglash uchun Qur'oni Karimdagi do'zaxni ta'rif qiluvchi oyatlardan bir ikkitasini o'qishning o'zi kifoya qiladi. Alloh taolo G'oshiya surasida quyidagilarni aytadi: "Vujuhun yawma idin khashi'a." O'sha kunda bir chehralar qo'rqinch bilan to'ladir. Bu chehralar bu dunyoda kufr, shirk, nifoq, gunoh va isyon bilan o'tgan kimsalarning chehralaridir. Ularga do'zaxga tushishlari ayon bo'lganidan keyin qo'rqinchga to'ladilar. Amilatun nasiba. Ular ish bajaruvchidir va nihoyatda charchagandir. Ular oxiratda og'ir ishlarni bajaradilar. Ular do'zaxda o'zlari bog'langan kishan va zanjirlarni ko'tarib yurib, do'zaxning past balandlariga tushib chiqib, olovlariga kirib yurib, ish bajaradilar va nihoyatda charchaydilar. Tasla naran hamiya. O'ta qizib turgan olovga kiradir. Do'zaxning o'ti do'zaxiylarni kirishi uchun o'ta qizdirilib qo'yilgan bo'ladi. Hazrati Ibn Abbos radhiyallohu anhu ta'rif qilishlaricha, u rosa qizdirilib, Allohning dushmanlariga g'azabi qaynab turgan bo'ladi. Bu dunyoda kofirlik, fosiqlik, osiylik, ayshu ishrat va harom harish bilan o'tganlar oxiratda ana shundoq joyga kiradilar. Ammo ularning azob uqubatlari bu bilan tugal bo'lib qolmaydi. Ularni hamma tomondan azob uqubat o'rab olgan bo'ladi. Hatto jahannam olovida qizib chanqasalar, tusqo min aynin aniya. Ular qaynab turgan buloqdan sug'oriladir. Bu buloqning suvi qaynashining oxirgi nuqtasiga yetgan bo'ladi. Qandoq ham qattiq azob-a? O'zi qattiq qizdirilgan do'zaxda yonib jizg'anak bo'lib tursa-yu, o'ta qattiq chanqab, biror ho'plam sovuq suvga zor bo'lib turganda, suvi o'ta qaynoq bo'lgan buloqning suvi ila sug'orilsa, bu ustidan yonib turgan odamning ichidan ham kuyishidir. Endi suv ichgan odam taom ham yeyishi kerak bo'ladi. Ahli jahannamga qandoq taom bor ekan? Laysa lahum ta'amun illa min dari'. Ularga tikandan boshqa taom yo'qdir. O'sha jahannamiylarga beriladigan taom tikon, maxsus tikondir. Nobi shibriq degan tikon navidir. U eng yomon,
eng iflos va eng yoqimsiz taomdir. Demak, jahannamiy olovda kuyib jizg'anak bo'lib, o'ta qaynoq buloqning suvidan ichib, ichki a'zolari hilvirab turganda, tikonni taom o'rnida yer ekan. U tikon tekkan yerini shilib, titib o'tishi muqarrar. Shu bilan birga la yusminu va la yughni min ju'. U na semirtirmas va na ochlikni ketkazmas. Demak, u faqat jahannamdagi nobakorni azoblash uchun beriladi. Ular o'ta och qolganlaridan o'sha tikonni taom o'rnida yeyishga majbur bo'ladilar. Shundoq qilib, o'ta chanqaganlaridan qaynashning yuqori nuqtasiga yetgan suvni ichib, o'ta och qolganlaridan tikonni yeb, abadiy mazza qilib yuraveradilar. Alloh taolo Voqea surasida quyidagilarni aytadi. Summa innakum ayyuhad-dallunal mukazzibun. So'ngra siz, ey adashganlar, yolg'onga chiqaruvchilar, undan keyin siz, ey iymon, hidoyat, to'g'ri yo'ldan adashgan gumrohlar, ey payg'ambarni, ilohiy kitobni, qiyomatni va qayta tirilishni yolg'onga chiqaruvchilar, la'akiluna min shajarin min zaqqum famali'una minhal butun. Albatta zaqqum daraxtidan yeyuvchisizlar, bas undan qorinlarni to'ldiruvchisizlar. O'sha mash'um kunda siz adashganlar va yolg'onga chiqaruvchilar zaqqum nomli daraxtdan yeysizlar. Yeganda ham qorinlarni to'lg'azib yeysizlar. Zaqqum daraxt qandoq ekanini hech kim aniq bilmaydi. Lekin yaxshi narsa emasligi hammaga ma'lum. Shundan umuman achchiq yoqimsiz narsalarni zaqqum deyishlik odat tusiga kirib ketgan. Boshqa bir oyatda zaqqum daraxtining mevasi shaytonning kallasiga o'xshashligi aytilgan. Shaytonni ham hech kim ko'rmagan, lekin uning eng xunuk, eng yomon narsa ekanini hamma biladi. Demak, do'zaxiylarning taomi eng achchiq, eng xunuk, eng yomon narsa ekan. Ular shu darajada och qolar ekanki, yomonlik, xunuklik va achchiqlikda tengi yo'q. Ushbu narsadan qorinlarini to'ldirib olar ekanlar. Azob ustiga azob, qiynoq ustiga qiynoq. Albatta qorin achchiq narsaga to'ygandan so'ng kishi biron narsa ichib og'zidagi achchiqni, qornidagi og'riqni bostirgisi keladi. Shunda bu gumrohlarga nima beriladi? Fasharibuna alayhi minal hamim. Bas ustidan o'ta qaynoq suvdan ichirsizlar. Ya'ni zaqqumning ustidan boshqa ichadigan narsa yo'qligidan majbur bo'lib, o'ta qaynoq suvni ichasizlar. Ichganda ham fasharibuna shurbal him, bas chanqoq tuyadek ichuvchisizlar. Oyatdagi him so'zi chanqoq kasaliga uchragan tuya ma'nosini bildiradi. Ma'lumki, tuya odatda ko'p suv ichadi. Chanqoq kasaliga uchraganda esa ichib to'ymaydi. Zaqqumdan qornini to'yg'azib olgan do'zaxiylar ham chanqoq bosaman deb o'ta qaynoq suvni tinmay ichaverar ekanlar. Haza nuzuluhum yawmaddin. Ularning qiyomat kunidagi ziyofatlari mana shu. Alloh taolo bunaqa ziyofatdan o'zi asrasin. Alloh taolo Niso surasida quyidagilarni aytadi. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab. Innalloha kana azizan hakima. Oyatlarimizga kufr keltirganlarni albatta do'zaxga kiritarmiz. Qachonki terilari yetib pishganda azobni tortishlari uchun boshqa teri almashtirarmiz. Albatta Alloh aziz va hakim zotdir. Kufrning oxiri yaxshilikka olib bormasligi aniq. Kufr keltirganlar bu dunyoda turli balo ofatlarga duch bo'lib o'tishlari sobit bo'lgan, inkor etilmas haqiqatdir. Kufr keltirganlarning oxiratda nima bo'lishlarini ushbu oyat-i karima vasf qilmoqda. Oyatlarimizga kufr keltirganlarni albatta do'zaxga kiritarmiz. Allohning oyatiga kufr keltirganlar jahannamga kirish bilan chegaralanib qolmaydilar. Qachonki terilari yetib pishganda azobni tortishlari uchun boshqa teri almashtirarmiz. Ular ko'proq azob tortishlari uchun terilari har gal yetib pishganda boshqa yangi terilar almashtiriladi
va azob yangidan boshlanadi. Bu holat abadul abad davom etadi. Albatta Alloh aziz va hakim zotdir. Shuning uchun ham kufr keltirganlarga mazkur azobni ravo ko'rgandir. Ulamolar ushbu dahshatli holatni tushuntirish uchun bir qancha rivoyatlar keltirganlar. Ibn Abi Hatim Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhudan qilgan rivoyatda shunday deyiladi. Bir odam Hazrati Umar huzurlarida mazkur oyatni o'qigan edi. U kishi bu oyatni menga yana qaytarib o'qib ber dedilar. U odam qayta o'qidi. Shunda Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu bu oyatning tafsirini men bilaman. Bir soatda terisi 70 marta almashtiriladi dedilar. Hazrati Umar xuddi shuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitganman dedilar. Demak, o't olov kuchli bo'lganidan bir zumda kuydirib jizg'ini qilib tashlaydi va yana yangidan azob chekishlari uchun tezda terilari yangilanadi. Ammo u terilari bu dunyodagi terilarga o'xshash bo'lmaydi. Alloh taolo do'zaxiylarning azobini yanada kuchaytirish uchun terilarini ham boshqacha qilib qo'ygan bo'ladi. Imom Ahmad ibn Hanbal Hazrati Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisi sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Do'zax ahlining jismlari do'zaxda kattalashtiriladi. Hatto quloq uchlaridan bo'yinlarigacha bo'lgan masofa 700 yillik yo'lchalik bo'ladi. Terilarining qalinligi 7 chig'anoqchalik bo'ladi. Tishlari esa Uhud tog'icha bo'ladi dedilar. Endi mana shunday badan va terining soatiga 70 marta kuyib bitib almashishini tasavvur qilib olavering. Do'zaxning abadiyligiga Qur'ondan dalillar. Alloh taolo Baqara surasida quyidagilarni aytadi: Bala man kasaba sayyi'atan va ahatat bihi khati'atuhu fa ulayka ashabun nar hum fiha khalidun. Kim yomonlik kasb qilsa va uni xatosi ihota qilib olgan bo'lsa, bas ana o'shalar do'zax sohiblaridir. Ular unda bardavom qolurlar. Alloh taolo Zuhruf surasida quyidagilarni aytadi: Innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun la yufattaru anhum va hum fihi mublisun. Albatta jinoyatchilar jahannam azobida abadiy qolurlar. U ulardan yengillatilmas va ular u azobda noumid holda qolurlar. Ya'ni ahli jahannamdan azob hech yengillatilmaydi. Ular o'sha azob ichida noumid bo'lgan hollarida abadiy qolib ketadilar. Alloh taolo Zuhruf surasidagi boshqa bir oyatda quyidagilarni aytadi: Va nadaw ya maliku liyaqdi alayna robbuk qala innakum makithun. Ular ey Malik, Robbing bizni bitirsin deb nido qildilar. U albatta siz turib qolguvchisiz dedi. Ya'ni do'zaxiylar o'zlariga berilayotgan azoblar og'rig'i, alami va shiddatiga chiday olmay, do'zax ishlariga qarab turuvchi Malik ismli farishtaga qarab: Ey Malik, Robbing bizni bitirsin deb nido qildilar. Robbing bizni yo'q qilib yuborsin. Bu holga chiday olmaymiz. Bundan ko'ra yo'q bo'lib ketganimiz yaxshi dedilar. Do'zaxdan qutulish, undan qaytib yaxshi ishlar qilishga imkon bo'lmaganidan, azobni yengillatishdan umidsizliklari sababli shunday orzu qildilar. Bu amalga oshadigan orzumi o'zi? Bu talabga Malik nima deydi? U albatta siz turib qolguvchisiz dedi. Ey jahannam ahllari, bu orzu behuda. Robbim sizni yo'q qilib yubormaydi. Aks holda siz qilmishingiz jazosini olmay qutulib ketgan bo'lasiz. Siz albatta jahannamda va uning azobida abadiy turib qolishingiz kerak. Do'zaxda abadiy qolish mo'min musulmonlardan boshqalar uchundir. Mo'min musulmonlardan gunohkor bo'lganlari qilgan gunohiga yarasha do'zaxda jazolangandan keyin jannatga chiqariladilar. Bu haqida Aqidat Tahoviyada quyidagilar aytilgan: Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatlaridan bo'lgan gunohi kabira ahllari agar muvahhid, tavhidga ishongan holda o'lsalar, garchi tavba qiluvchi bo'lmasalar ham, Allohga u zotni tanigan hollarida ro'baro bo'lganlaridan keyin do'zaxda bardavom qolmaslar. Ular Allohning xohishi va hukmidadirlar. Agar xohlasa, ularni mag'firat qiladi va o'z fazli ila afv etadi. Alloh o'z kitobida va undan boshqani xohlagan kimsa uchun mag'firat qiladi degan.
Agar xohlasa ularni o'z adli ila azoblaydi. So'ngra ularni o'z rahmati, ahli toatining shafoati ila u yerdan chiqaradi. Keyin esa jannatiga yuboradi. Bu Alloh taolo o'z ahli ma'rifatining do'st tutgani uchundir. Ularni ikki dunyoda o'zini inkor qiluvchilar, uning hidoyatidan noumid bo'lganlar va do'stligiga sazovor bo'lmaganlarga o'xshatmagani uchundir. Ey bor Xudoyo, ey islom va uning ahli do'sti, bizni islomda sobit qil, toki senga u bilan ro'baro bo'laylik.